Buni keyingi video darslarimizda juda ham chuqur o'rganamiz. Bu hozircha shunchaki intro, kirish bo'ladi. Qanday ishlaydi shunaqa misollar? Boshlang'ich olsak qanday bo'lardi? Boshlang'ich olsak, nimadan boshlang'ich olmoqchisiz? F'danmi? Yo'q, f(x) o'zidan общий. Mana shu yerdanmi? Hmm, Misolni qiyinlashtirasiz hozir bu yerda. ayol. Okey. Bu aslida adashmasam 3 ta taypi bor. Uchala taypini ham tushuntirganman. Next topikimiz mana shu FTC integrallar bo'ladi hammasi. Bu type 1. Hozircha type 1 nima degani? Shu integralni oraliqlari integer sonlar, shunchaki butun sonlar. Bunda shunaqa to'g'rimi? Endi aytinglarchi, mana shuni qiymati bironta constant son chiqadimi? Definite integral bu. Aniq integralni qiymati doim son chiqadi, to'g'rimi? Mana shuni constant deylik. Demak, fx nima bo'lar ekan? 4x kub plus constant times x, to'g'rimi? Endi mana shu fx ni qaytadan o'ziga qo'yamiz mana bu yerga. Nimaga? Chunki o'sha integralimiz 0,1 ft dt ni constant deb oldik, to'g'rimi? Ft ni qo'yaman endi. F ni bilamiz mana bu 4t kub plus st dt. Okey, hisoblaymiz. T ni 4 plus st kvadrat taqsim 2. 0,1 ni qo'yaman. 1 plus s taqsim 2. 0 qo'ysak 0 bo'lib ketdi. Ikkala taraf teng. Ne chiqar ekan? S 2 ekan demak. Demak fx ni ko'rinishi nima ekan? 4x kub plus 2x. Simple. Demak, shunaqa oraliq definite integral bo'ladigan bo'lsa, constant deb olib turib o'ziga qo'yasizlar. Bu eng sodda case'lardan edi. Demak, f1 ni hisoblab qo'yamiz. f1 4 plus 2 6 bo'lar ekan demak.